Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan dalasi o'ynaymiz. Hozir dalasaga ketyapti. Bu futbolchilarni to'pa qo'yganman. Mana tarkibimni hozir 4-3 qilib olaman. Menda siyoh rang agent bor. Balotelli agenti bor. Shunday qilib hozir biz o'yinchilarni hozir joylashtiramiz. Jota bu akkaunt do'stimning akkaunti edi. Men haqiqiy akkauntim. Bundan ancha farq qiladi. Hozir men sizlarga dalasini boshidan qanday o'ynashni, masalan, siz dalasini yangi ochsangiz, qanday tez kuchaytirishni yo'llarini birinchi bo'lib aytaman. Dalasi ochganingizda 1.200.000 pul beradi. Berganingizda maksimal pulga sevdoni kuchaytirib olasiz va o'ynashda davom etasiz. Har doim internetlarda o'ynasangiz, mana bunday reklamalar beradi. Mana hozir sizlarga o'ynab ko'rsatib beraman. Gapni cho'zib o'tirmasdan men boshlayman. Zaryadkam ham juda kam qoldi. Buni sidimini qilib 50 olsak, shunday qilib o'ynaymiz. Balotelli. Hozir mana shunday o'yinlarni ko'p o'ynasangiz, raqibingiz ham kuchaya boshlaydi. Mana shunday. Bu siyoh rang juda qimmat turadi. Agar menga juda ko'p podpiska bo'lsangiz, mana shu akkauntni sizga berib yuboraman. Ya'ni hozir bu o'rtog'imning akkauntini sotib olyapman. Sotib olganimdan keyin mana shu akkauntni sizlarga tarqataman. Balotelli Champions agent. Bor, yaxshigina kuchaygan akkaunt. Mana shunday tarzda o'ynaymiz. Agar yangi dalasi o'ynab turganlarga mana bu B nuqtani bosib tursangiz, qattiq pas beradi. Tepasida qizil narsa bo'ladi. Qattiq yoki to'g'ri pas beradi. Bosib turishingizga qarab beriladi. Mana bu S nuqtasi tepa beradi. Mana shunday qilib. Bu A varataga kelganda udarlaydi. Mana shunday. Casemiro. Bu qo'limdagi nuqtani odamlarni aldayman. Agar siz yangi bo'lsangiz, o'rgatmayman. Nicola Kante. Mana ekranni to'g'riga bossangiz, to'pni o'zidan oldinga chiqarib olib ketadi. Ekranni to'p bilan siz ketayotgan bo'lsangiz, ekranni to'g'riga bossangiz, to'p o'zidan chiqadi, ham tezroq yuradi. Birinchi taym ham yakunlanmoqda. Zaryadim juda kam qoldi. Zo'r reklamalar uchun. Do'stlar, hozircha uzib olmoqdaman. Chunki men chaqirib olishyapti ko'pincha. Balotelli voy olib qo'ydi. Balotelli yana olib qo'ymoqchi edi. Qarang. Mana shunday qilib hozir keyin o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'rib like bosish esdan chiqmasin. Iltimos like bosib qo'yinglar.
shunday videolar ko'p chiqadi. Dilasa haqida cheatlar ham o'rgataman keyin. Ko'p sirlarni o'rgatib qo'yaman. Balotelli son zarba bilan gol. Varata bilan birga chiqib turganda ayni bossangiz gol urish ehtimollari ko'payadi. Tepdan Balotelli yetalarmikan? Yo'q, yetalarmadi. Yana olib qo'ydi. Balotelli hujumga ketmoqda. Balotelli va zarba va gol. Mana shunday qilib Varata o'yinga kelganda mana u mana u A nuqtani bossangiz bo'ladi. Gol uradi. Patkatda ketib turgan o'yinchini A nuqtani bitta bossangiz patkat tiqadi. Mana shunday. Varatada Alisson so'ngga pas o'tmadi. Varatani chiqarish uchun sana bosasiz. Masalan, dushman sizni varatangizga 1-1 ketib turgan bo'lsa, sana bosib chiqarib olasiz. Olib qo'ymoqchi edim, Varata menga tepdi. Tondali shu akkauntni olishingiz mumkin. Kommentda menga kerak shu akkaunt deb yozsangiz o'tkazib beraman. Lekin oldindan bo'lib qolish esdan chiqmasin. Uzoqdan ham tepsa bo'ladi, lekin men ana ko'p bosib turmadim. Bitta bosib qo'ydim-da xolos. Shu bilan o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Mana bu xuddi shunaqa o'yin. Har doim o'yindan keyin reklama ko'ring. Men hozir reklama ko'rganim yo'q. Nimaga? Chunki men obunachilarni kutib qolmasin deb kam qo'yamiz. O'yinchilar kam. Menga pul yo'q, qolib ketganlar. Pul qo'yganlarim bor. Keyin hozir yozgan bo'lsangiz, siz uni full qilsangiz, har bitta o'yingizga 200 ming beradi. Hozir o'ynadim-ku, o'sha o'yinga 200 mingdan beradi. Mana shunday gaplar. Agar mana shu qo'ygan videoyim 50 mingta, yo'q, qana 50 mingta 100 ta like yig'sa, bu mana shu derasidagi fitlar, har xil akrobat otib gol urishlarni yana ko'rsataman. Bugungi rolik juda yaxshi bo'ldi deyman. Hammaga xayr.